Yuqorqi ishimizning davomi, hurmatli vatandoshlar, buni davomlashtiramiz. Endi nima deydi, diqqat qiling. Lekin Jungoda nurg'unlagan shirkatlar mablag' ahvoli eng zo'r mozg'abqa barobar bo'lib qoldi. Nurg'unlagan shirkatlarning mablag' ahvoli mozg'abqa barobar bo'lib qoldi. Aldamchilik. Shirkatlar aro aldamchilik. 2018-yili kishilar ko'rib olalaydi-ki, texmi ko'p shirkatlar foydasi qarzini qoplay olmaydigan bir holda gumron bo'ladi. 2018-yil nurg'un kishilar ko'rib olalaydi-ki, ko'plagan shirkatlarning foydasi qarzini qoplay olmaydigan holda gumron bo'ladi. Men burun mundaq ko'rsatgan edim deydi avtor. Jungoda qarz krizisi, pul muomala krizisi umumyuzlik portlashdan burun ishsiz qolgan nurg'unlagan kishilarni o'z o'rniga qaytarish boshlanadi. Darhol portlaydigan ijtimoiy davolg'ushdan mushu yo'l orqali qutulmoqchi bo'ladi. Ko'rdingizmi? Hozir qo'shib, ya'ni shuni qo'shib qo'yaylikki, men bugun erta nima bo'ldi? Biz leksiyan tayyorlashdan avval qori jamiyat kuchlarini yo'qotish to'g'risida markaziy komitet yana ijtimoiy harakat, ya'ni siyosiy harakat boshladi. Mushu yo'l orqali jamiyatning davolg'ushidan qutulmoqchi bo'ladi. Jungo hukumati shu nuqta intayin aniqki, bu iqtisod mazg'abining yemirilishidan qechibma qutulg'ili bo'lmaydi. Jungoda iqtisod bir mazg'ab, bu mazg'abning yemirilishidan qechib qutulg'ili bo'lmaydiganligini Jungo hukumati yaxshi biladi. Bu qatam iqtisod krizisining portlash kuchi alomati, portlash kuchining alomatlari shuninki olamni ma'lum qilish deganlikdir. Bir necha yil burun hukumat ishsiz qolgan oliy maktab bitirgan o'quvchilarni ishga o'rlashtirish uchun butun xalq kasb yoritish, ko'pchilik yangilik tiklashga safarbar qilgan edi. Bugun amdilik ko'chang yezilarga tushib egilik tiklashni tashabbus qilishga boshladi. To'rbat abonatlari ikkinchi qatimliq yezilarga tushirish harakati boshlanib ketdi deb ta'ddi qilishga boshladi. Amaliyotda bu ishga o'rlashtirish jihatdan nima qilarini bilmagan hukumatning ilojisizligidir. Amaliyotda bu ishga o'rlashtirish jihatdan nima qilarini bilolmagan hukumatning ilojisizligidir. Çoğun şehirler iş tapalmay, lagaylap yürüyen kişilerin küçüğü korkunçlu bir güçtür. Şehirlerde işsiz yürüyen, lagaylap yürüyen kişilerin köplüğü bir korkunçlu güçtür. Şuna çare tepip, ulanı öz yurtu kaytırış, bulup yezilik hükümetlerine kaytırış, ulanın bir kaça tamak yiyişige çare tepeş. Bunun için her xil siyasetlerini o'ttirg'i chiqarish, tushundingizmi? Her xil siyasetlerini o'ttirg'i chiqarish ancha yuqori chiqim tatmaydigan tuvan darajalik jamiyat muqimligini qo'g'dashning bir xil chorasidir. 2018-yili Jungoda her darajalik matbuotlar yezilarga tushishni o'lga tiklash to'g'risida targ'ibotchilik qiladi, tashabbus qiladi. Yeni davrning yeni dolqini ko'tariladi. Barliq kasblardagi o'xshash g'alaba qila oladigan kishilar aman oz sonliq bo'ladi. Ko'pchilik kishilar yana salgan dasmoyinimi qaytarib kelolmaydi. Nima kasblisiz, nima kasb yoritasiz. Kereki yo'q. Bu ishlarni hukumat mo'lcharlab turibdi, bilib turibdi. Men krizisdan qachish mavzuliq maqolamda mundaq mo'lcharlagan edim, deydi avtor. Jungo hukumati bir qator krizislarga taqobil turish uchun planliq iqtisod egiligi yo'lida menish yo'lini tanlab olishi mumkin. Saat etishdan burun planliq egilik yo'lini tanlab olishi mumkin. Hozir Şinjan, Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston shunaqmi? Uyg'uristonda planliq egilik bor. Bu to'g'rida 19-qurultayda bir qator filmlar ishlandi.
Hazır qaraganda qiyafeti nayta kudretli ko'rinayotgan Jungo hukumati bir meydan urush qo'zg'ab krizisdan qutulishga jur'at qila olmaydi. Va gapni anladingizmi vatandoshim nim deydi? Krizis bu so'g'iga yetib keldi. O'zi qudratli ko'rsatayotgan Jungo hukumati bir meydan urush qo'zg'ab krizisdan qutulishga jur'at qila olamdi yo'q deb savol mı qo'ymay, buning jur'at qila olmaydi deb hukm qildi avtor. Shundaqla jim yetib halok bo'lishni xohlamaydi. Mana ziddiyatlik. Nim deydi? Bir meydan urush qo'zg'ab krizisdan qutulishga jur'at qila olmaydi. Shundaqla jim yetib halok bo'lishni xohlamaydi Jungo hukumati deydi. Faqat davomli pul besib tarqitib biliqmi halok bo'ladigan to'g'rimi yirtilgan darajaga yetib keldi. Jungo fuqarolari azob chekdi. Lekin Jungo hukumati bor kuchi bilan filallik iqtisod egiligini qo'llab qilishga tirishchilik ko'rsatdi. Afsuslanadigan bir taraf shuki deydi maqola yozdi. Jungoda har qachon portlash oldi turgan krizis. Jungo hukumati krizisni Jungo hukumati bilib turdi va tayyorlik qilishga to'g'ri keldi. Milyonlagan odatdagi fuqarolar bo'lsa, Jungoni gullantirishning tatliq tushini ko'ryapti. Az bir qism sarxillar chet elga ketishga tayyorlik qilgandan boshqa ko'plagan o'ttiri burjuaziya tuvan qatlamdagi kishilarda texi bundaq sezgirlik yo'q. Krizis yetib kelyapti. Jungoda krizis yetib kelyapti. Nurg'un kishilar buningga ishonmaydi. Hatto krizisning haqiqiy ahvolini so'zlagan kishilarni o'ch ko'rdi. Mana bu Jungo iqtisod to'g'risidagi muloyiz xarakterli kishi ekan vatandoshim. Enlikda yana bir kichik xabar. Amerika matbuotlari Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning birodarlik hissiyoti 2018-yili yemirildi. Amerika Jungoning engekini ko'tarib qo'yishga tayyorlandi. Mavzuni yana bir o'qib ko'ray. Amerika matbuotlari Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning birodarlik hissiyoti 2018-yili yemirildi. Amerika Jungoning engekini ko'tarib qo'yishga tayyorlandi dedi. Mavzuli xabar 1-ayning 22-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. 2018-yilga kirib keldik. Amerika Jungo munosabatida yangi xirasga duch keldi. 2018-yilga kirib keldik. Amerika Jungo munosabati yangi xirasga duch keldi. Tahlilchilar bundoq hisobladi. Prezident Trump hukumati 2018-yili Jungoga texnik qattiq tadbir qo'llanadi. Amerikada nashr qilingan Boylik jurnali to'rbeti 2018-yil 1-ayning 20-kuni Amerika Jungo munosabati buran chapqon turilib kelyapti mavzuli xabar e'lon qilgan edi. Davomini Alloh solmat ko'tardi.